Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli Bog'ot Avtolider kanalining podpischiklari. Bugun 4-iyun 2025-yil. Bu videomuz yili eski bo'lsam, kamroq yurgan Spark qarab yurgan yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Shunday holatda mashinamiz. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya, saka diskga dugala qo'yib, ishlari o'xshab turibdi. Mashinamiz yurgan kilometri 47.000 kilometr. Konditsionerlar ham yaxshilab turibdi. Mashina salon holatlarida akkuratli. Chexollar ham uning bilashayotgani yo'q. Torpeda kushkalar ham matn bo'lib turibdi. Mashinamizni shu eshik bilan krelinda kraska bor. Uni udor bo'lib ketgan emas, ishlarni o'tib gelmetiklar zavodskoy kantochkalarda turibdi. Mashinamiz ham metan gaz 2021-yilda ustanovka qilingan ekan yurtdoshlar. Yo'llar mana akkuratli. Yo'llardan kuch tegan emas, yo'llar ham kantochkada. Metan gazda 2021-yilda toza qo'yilgan. Mashinamiz yechimda bir kirchik, yenchik, aybi defekt yo'q. Shunday holatda mashinamiz. Hozir motor qismidan bir xabar ko'rsatib beramiz, keyin narxini aytamiz. Antifriz boshliqlarni ulash ketgan emas. Bellan kuch tegan emas, bellan udor bo'lmagan. Motorlardan kuch tegan emas, yana akkuratli o'tiribdi. Akkumulyator o'zimiz yaqinda toza qo'ydik. Shu vaqtda zavodskoy akkumulyatorda turgan ekan. Bu mashinamiz yurtdoshlar kreditga chiqarib olaman desangiz 20 million bilan chiqarib beramiz. Faqat 3 yil chiqadi. Yili eskiligi sababli oylik to'laningiz 2.900 dan tushadi. Naqd pul bilan kelaman desangiz oxiri daqalgan yeri 72 million aytib beramiz. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bog'ot tuman Gayning ro'parasindagi Bog'ot Avtolider salonimizda bizda xohlasangiz boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlar ham bor. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Hammangiz salonimizda kutib qolamiz.